O'zbek xalq yozuvchisi Tog'ay Murod. Tog'ay Murod taxallusi, asl ismi sharifi Mingnorov Tog'ay Murod. 1948-yil 3-fevralda Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Xo'jasaod qishlog'ida tavallud topgan. Qishlog'idagi 43-maktabni bitirgach, 1966-yilda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida o'qigan. U Respublika radiosida muharrir, 1972-1976-yillarda O'zbekiston fizkulturachisi gazetasida tarjimon, fan va turmush jurnalida bo'lim muharriri 1982-1984-yillarda bo'lgan. 1985-1987-yillarda Moskvadagi Adabiyot institutida o'qigan. Ijodi. Dastlab kichik hikoyalari, ochirklari e'lon qilingan. 1976-yildan bosilgan Yulduzlar mangu yonadi nomli ilk qissasi bilan yaxshi yozuvchi sifatida tanildi. 1979-yilda Ot kishnagan oqshom, 1980-yilda Oydinda yurgan odamlar, 1985-yilda yozuvchining Momoyer qo'shig'i qissalari chop etildi. Keyingi qissasi uchun yozuvchi Oybek nomidagi mukofot bilan taqdirlandi. Ularda halol, oqko'ngil, to'g'ri so'z, mard o'zbek kishilarining betakror obrazlari yaratilgan. O'zbek adabiyotining yutug'i sifatida e'tirof etilgan bu qissalar tilining shoirona jozibadorligi, xarakterlarning yorqinligi, milliy ruhi bilan ajralib turadi. Tog'ay Murod o'zbek va jahon adabiyotining eng yetuk an'analarini muvaffaqiyat bilan davom ettirgan. Romanlari. Otamdan qolgan dalalar, 1993-yil. Otamdan qolgan dalalar romanida O'zbekistonning mustamlakaga aylanishi hamda kecha-yu kunduz mehnat qilib yashayotgan o'zbek dehqonlarining mustabid tuzum yillaridagi og'ir va qiyin hayoti, iztiroblari hayotiy lavhalarda haqqoniy tasvirlab berilgan. Asardagi dehqonqul o'zbek mehnatkashlarining mumlashgan obrazi darajasiga ko'tarilgan. U boshiga yog'ilgan minglab musibatlarga chidab yashashga majbur bo'lsa-da, o'z insoniy sha'ni, qadr-qimmatini baland tutadi. Mustamlakachilarning yugurdaklarini ayovsiz fosh etadi. Asar asosida badiiy film yaratilgan. Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi romanida ham o'z ijodiy mezonlariga sodiq qolib, yolg'on e'tiqodlar, soxta shiorlarga aldanib, hayotini yelga sovurgan sobiq firqa rahbarlarining majoziy obrazlarini hajviy bo'yoqlarda tasvirlagan. Tarjimalari. Tog'ay Murod tarjimonlik sohasida ham ijod qilgan. U Jek Londonning Boyning qizi dramasi va hikoyalarini, Ernest Seton Thompsonning Yovvoyi yo'rg'a qissasini o'zbek tiliga tarjima qilgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Tog'ay Murod 2003-yil 27-mayda Toshkentda vafot etgan. Tog'ay Murod o'z qissalarida Surxon vohasining oqko'ngil, tanti va mard chavandozlari hayotini, mirishkor bog'bonlari-yu chevar pillakorlari mehnatini, ularning muhabbat deb atalmish ko'ngil qo'shiqlarini o'ziga xos zavq-u shavq, nafis badiiy tilda tarannum etadi. Iste'dodli yozuvchi Tog'ay Murod o'zining mazkur qissalarida ona yurti bo'lmish Surxon vohasi odamlarining mardona fe'l-atvori, o'y-hayollari-yu orzu-umidlari, muhabbatlarini, o'zlariga xos ruhiyati hamda xarakterlarini badiiy ifodalaydi. Ot kishnagan oqshom. Qissalar. Bu qissalar ne bir kunlarni ko'rmadi. Zoti nomard bo'ldi ushbu qissalar. Yoqasidan oldi, og'zi buzuq bo'ldi. Ushbu qissalarga tupugini sochdi. Qo'li nopok bo'ldi. Ushbu qissalardan butun boblarni o'chirib tashladi. Oqibat ushbu qissalar o'z vaqtida patti yulinmish tovuq misol chop etildi. Al-qissa Dorlamon kunlar keldi. Ot kishnagan oqshomdagi Ziyodulla chavandozchasiga aytar bo'lsak, uloq Tog'ay Murodda ketdi. Otamdan qolgan dalalar ramziy roman. Muallif o'z romanida butun umr dalada ketmon chopib, serquyosh yurtida yelkasi oftob ko'rmagan, qut-barokat yurtida kosasi oqarmagan munis o'zbek xalqi siymosini dehqonqul timsolida badiiy talqin etdi.
Abdulla Qodiriy nomli davlat mukofoti laureati O'zbekiston xalq yozuvchisi Tog'ay Murodning Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi romani 20-asr o'zbek ziyolilarining ko'rgiliklari, dard-alamlari, fojialari haqidadir. O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qodiriy nomidagi davlat mukofoti sovrindori Tog'ay Murodning hikoyalar va qissalar va romanlar, sara maqolalar, kundalik daftardan bitiklar hamda tarjimalar o'rin olgan 4 jildlik tanlangan asarlari adabiyot muxlislariga taqdim qilinmoqda. Mazkur nashr yozuvchining o'zi hayotligida tartib bergan tarzda chop etilmoqda. Tog'ay Murod qissalari allaqachon o'zbek xonadonining sevimli kitoblari javonidan o'z o'rnini topgan. Tanlangan asarlarning birinchi jildiga yozuvchining xalqimiz orasida dovruq qozonib, kitobxonlar ko'ngil mulkiga aylangan 4 qissasi jamlangan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qodiriy nomidagi davlat mukofoti sovrindori Tog'ay Murodning allaqachon dovruq qozonib o'zbek xalqining ko'ngil mulkiga aylangan Yulduzlar mangu yonadi nomli va boshqa qissalari adabiyot muxlislariga lotin alifbosida ilk bor taqdim etilgan.